mana shu internetda, YouTube'da, Instagram'da bir gaylar haqida roliklar chiqib qoladi. Unda o'tkazib o'tirsanglar, o'shalarni shunda kommentariyasiga kirsam, ko'pchilik, hamma emas lekin orasida normalniy odamlar ham bor ekan, ko'pchilik mana shu gay unaqa deb so'kib yozib tashlabdi-da. Men bilmadim-u, kim qanaqa bo'lsa, atrofidagilar, yo'lidan chiqadigan insonlar ham o'ziga o'xshagan insonlar uchraydi-da. Endi bilmadim, menga shu paytgacha hali bitta ham unaqa sizlar yozgandagi iflos fe'lli, xarakteri buzuq, yomon gay uchragan yo'q-da. Balkim bordir shunaqalari ham. Lekin menga unaqasi hali bir marta ham uchragani yo'q. To'xtatishadi, normalniy proverka dokument deyishadi. Dokument ko'rsataman, bo'ldi. Oq yo'l talab qo'yib yuborishadi. To'g'ri muomala qilaman, ular ham muomala qilishadi, bo'ldi. Ortiqcha gap so'z bo'lmaydi. Endi gaylar ham o'zi ertalabdan uydan chiqayotganda, deydi, bugun yomon niyat bilan chiqmaydi-da. Xullas bugun mamancha shtraf qilib, hamma odamni mashinasini olib borib shtrafnoyga tiqib tashab, hammasi shtraf yozib tashasam deb chiqmaydi-da. Bechoralar tik oyoqda ertalabdan kechgacha turishi, chang yutishi, ular haqida hech kim o'ylamaydi. Kechasi bilan ertalabgacha uxlamay ishlashi, asab buzarliklar, nima? Ovqatini vaqtida yeya olaydimi, suvini vaqtida icha olaydimi, bular haqida hech kim o'ylamaydi-da. Gapirsa darrov, nima qilibdi? Ishlaydi-da. Davlat otdi kallasidek oylik to'lab qo'ygandan keyin oylikni olib yotibdi deyishadi. Endi oylikni oladi-da. Shuncha harakat qilgandan keyin, o'qib qancha vaqtini ketkazgandan keyin o'shanga loyiq ish qilyapti-ku. Yo'llarning xavfsizligini, piyodalarni, haydovchilarning xavfsizligini, hamma tartib bilan harakatlanishini nazorat qilib turgandan keyin qilsa yana siz cho'nchagilardan chiqazib berayotganinglar yo'q-ku, oyligini gapirmanglar, bechoralarni qo'yinglar, tinch qo'yinglar. Baraka topsin, shular bor ekan. Hammasi yo'llarimiz tinch. Agar mana shular yo'q bo'lsa boru, ko'chaga bolasini chiqarishga qo'rqadi-da odam. Bitta mashina kelib tezlikda kelib urib ketadi, yana bitta mashina ko'rmay qoladi, yana bittasi kayfda keladi. Gay-yu. To'g'ri, hammamiz ham haydovchimiz, hammamiz ham qoida buzib qo'yamiz. Gohida vaziyat taqozosi bilan, gohida be'tiborli qilib, shunaqa vaziyatda bundoq gay to'xtatsa, to'xtab turib, kimdir, okey, shunaqa bo'lib qoldi. Normalniy kechasiga tamosi gaylar ham odam-ku, tushunadi-ku. Yo'q, hozir bundoq qarab turaman deb o'tgan kunimi, undan oldingi kuni shu narsani guvohi bo'ldim. Xullas, o'zi bitta splashnoy palasani bosdi. O'shanga gay to'xtatdi endi. Gay to'xtatsa, o'shani tan olmayapti-da. O'sha yerda qurt sotadigan bitta bola o'tirgan ekan, qurt pista sotadigan. Uni deyapti, ko'rdi deyapti. Chaqiraman deyapti, hozir deyapti. Yo'q, sizni qulog'ingizda ishga tushdi. Yana balolar cho'nchagidan telefon olib shantaj qilishga o'tyapti-da, xuddi gay qo'rqadigandek. Nimaga o'zingizni tanishtirmadingiz? O'zimni tanishtirdim-ku deyapti gay. Deydi, bo'lmasam deydi, nimaga body kamerasi ishlamayotgani haqida ogohlantirmadingiz? Shu ham savolmi? Bularni qilayotgan muomalasiga u ko'chada tik oyoqda charchab, nechta odam bilan muomala qilayotgan gay u yoqda tursin, xonada tinch o'tirgan, endi ishga chiqqan psixolog bo'ladi-yu. O'sha psixolog ham asabda dosh bermaydi. Sen jinnimisan deydi, yig'ishtir telefonda, nima qilyapsan? Chiqib ket xonadan deydi-da psixolog ham. Bu bechora gaylar o'sha yerda
nechta odamni gapini eshitib vaqti kelsa, kerak bo'lsa boshliqlardan gap eshitadi, kerak bo'lsa haydovchilardan gap eshitadi. Xullas ishlaydi-da, oyligini halollab bola chaqamni boqaman, ota-onamni boqaman, oilamni kiyintiraman, yediraman, ichiraman deb chiqadi-da ko'chaga. Endi haydovchilarning o'zida ham bo'lish kerak. Chunki haydovchi o'zi bilmaydi-da. Masalan, nimaga mana bunaqa ish qilding desa, shu qoida buzarlikmi, yo'qmi? Hammasi ham demayman. To'g'ri, hozir tem bo'lay mana imtihonlar seryoznilashgandan keyin ancha aqlli haydovchilar ko'payib qoldi. Ba'zi haydovchilar o'sha pravani o'sha paytlarda tanish bilish qilib, boshqa balobatlar qilib olganlar eshitamiz-ku, o'shalar qoidani o'zi bilmaydi-da. Gapirsa o'sha to'g'ri muomala qilishni ham bilmaydi. Nimaga deb turadi-da. Shu qoida buzarlikmi? Men bunaqa qildim-ku men. Ha, shuni yozamiz desa, yozmang deb yana buyruq bergandek gapiradi-da. G'alati. Baraka topsin. Mening o'qituvchilarim zo'r haydovchilik madaniyati, yo'l harakati qoidalari hammasini zo'r o'rgatishgan ekan o'sha pravaga o'qiganimda. Hali shu paytgacha pand bergani yo'q. Hech qachon zararimga ishlagani yo'q-da. Baraka topishsin. Xullas, yo'l harakati qoidalariga amal qilib yuringlar. Qoidalarga amal qilib, yaxshi e'tiborli bo'lib, ehtiyot bo'lib yuringlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Ko'p gapirib boshinglarni og'ritgan bo'lsam uzr.